Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlıq kitabındaki dersimizin davamında bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babını okumakçı. Bu babda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki İslam 5 nəs üstü kurulğan degan sözünki mezmun hakkında. Bu adam hem de iman hakkında söz kılıp mundaq depti İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. İman demek söz ve harekettir. Bu iman avıydı ve azlaydı. Küçüydü ya ki acizlaydı. İmandaki tarifatı, düşündürülüşü İmam Bukhari'nin nazarında şu. Allah Teala bu vakti mundaqdaydı. Müminlerin imanıga iman avuş için ya ki koşuluş için. Yani bu imanniki şu ziyade buladigan, yani aşıdigan, avıydigan, kemidiganlık hakkında bir qancha oyatlarni dalillayapti. Yani bir ayette ularga biz hidayetni ziyade qilib berdik deydi. Yani aşırı berdik deydi. Demek hidayet biraz imandan ibaret. Allah Teala hidayet tapgan kişilerge texim yani hidayetni avutudu deydi. Sure Meryem'in 76. ayetinde. Yani bu ayette mi imanniki adamın ziyade bolup turadigan, eşip turadiganligini isbatı. Yani bir ayette hidayet tapgan kişilerge Allah texim hidayetini aşırıp avutup turdu. Yani imanı avutup turdu deydi. Ve şundaqla ularga taqvalıqni texim hassilab berdi deydi. Bu Sure Muhammed'in 17. ayeti. Ondan başka Allah Subhanahu ve Teala müminlerniki imanı davamlıq aşıdı degan ayettim dedi. Bu Sure Müddessirdeki 31. ayet. Ondan başka Allah Subhanahu ve Teala münafıklar qaysılarning imanı avutudu deb mesxir sözlerini dişdi. Ama müminlerin imanı davamlıq eşip yani ziyade bolup turdu. Küçüyüp turdu, avup turdu degan ayet Sure Tevbe'nin 124. ayetinde düşürülgen. Ondan başka Allah Subhanahu ve Teala yani müşriklerden korkunlar değilse müminlerge onların imanı teximi aşıdı deydi. Onların iman teximi küçüydü deydi. Yani Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın Resulü'nün verdisi müminlerdeki imanını ve Allah'ın Resulü boğa onlarınki teslimçilik boysunuşunu teximi aşırdı deydi. Hem de İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu yerde imanınki avidiganlığı, aşıdiganlığı, küçüdiganlığı ve kemidiganlığı hakkındaki bir qancha ayetlerni dalillab turib imanning küçüdiganlığı, bazı acizlaydiganlığı, mesela imanın aciziga vaqti şu imanın kemiyotgan vaqti, imanın küçüyotgan vaqti, şu imanın ziyade bulup işiyotgan vaqti. Bu arqalıq İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ehli sünni vel cemaat aqidasındaki kişilerin nazarida iman hem sözden ibaret hem emelden ibaret. Şundaqlı bu iman hem ziyade aşıdı hem kemiydi degan etiqadi hukmni bizga bermoqchi bo'ladi. Çünkü İslam firqalarining ichida mesela Xavarij firqasi, Mu'tazila firqasi qatorliq bir qism firqalar iman aşmaydi, iman bir xil turdi, ya kemaymaydi yoki olmaydi deb qaragan. Hem emel bu yerda mutlaq iman ve amelden terkib topgan bo'ldi. Bu yerda mutlaq amel deganimiz mesela qalbninki amellari bo'ldi. Mesela Xudoga ishonish, Xudoga davomli qalbida o'ylash, Xudoninki nazoratini eslab turish, riyo, hasaddan tozalab turish qalbda. Buning hammasi qalbninki amellar bo'ldi. Mesela a'zolarning amellari bo'ldi. Mesela qo'lning, putning, mesela yaxshilikni izlab menish, yaxshi ishlarni qilish, yoki ojizlarga, miskinlarga, chorsizlarga yordam berish. Bu hamda shu badanning, a'zolarning amali bo'ldi. Bir qism İslam firqasidagi kishilar, masalan, murjiya aqidasi kishilar, ular amal iman qatoriga kirmaydi. Iman faqat shu e'tiqodda, qalbda, faqat söz orqali, til orqali ifodalanadi. Amal bu iman doirasiga kirmaydi deb qaragan. Undaqda mu'minning imoni yaxshi amallar bilan, solih amallar bilan ishib avib turdi, ziyod bo'lib turdi. Yomon ishlar bilan bu iman pasiydi, ojizlaydi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu ayetlerni sözlep bo'lgandan keyin yani hadisdan dalillayotdiki amalning imondan ekanligiga. Allah barısida yaxshi ko'rish, Allah barısida uch ko'rish bu imonning jumlasidan deydi. Asli bu hadis
Bu yerdeki yaxshi ko'rishmi, muhabbatmi, qalbniki amallardan. Muhabbat, yani Allah barisi yaxshi ko'rish bo'lsa, shu muhabbat turdiki eng maqom yuksak bo'lgan, darajasi yuqori bo'lgan muhabbatlardan. Bir mu'minni yaxshi ko'rishning istiki, onun sebebi çokum taqvoliq, yaxshilik bo'lish kerak. Hergiz bunda dunyoviy g'arazlar uchun yoki vaqtlik manfaatlar uchun emas. Bundaq vaqtlik yaxshi ko'rish, g'arazlik yaxshi ko'rish balkim bu foyda emas, balkim ba'zi vaqtlarda ziyon olib kelishi mumkin. Undaqda bu Allah barisi yaxshi ko'rish degan gap, bir mu'minni yaxshi ko'rgandagi muhabbatimiz Allohning muhabbatidan tamchigan muhabbat bo'lish kerak. Yani Allohning muhabbatiga bog'langan bo'lish kerak. Shaxsiy g'arazlardan xoli holatda. Allah barisi o'chkirish deganmi, yani mushunga o'xshaydi. Hergizmi bir odamni o'chkirgan vaqtimizda shaxsiy g'arazlar uchun yoki hasaddan yoki o'chlikdan yoki tijorat yo'lab qolsak, uning ko'p pul topganligidan yoki biz oldigan molni ilib olganlikdan emas. Aslındaki Allah'a İslam'a bo'lgan ziyan yoki o'chmanlik qarta uni o'chkirish, mana yani Allah barasida o'chkirish yoki nafratlanish degan bo'ldi. Undaqda muhabbat bilan nafratlanish masalasi shu qalbiy amallardan. Bu shundaqla yana iman barasida imondan sanıldigan, iman qatorida sanıldigan qalbiy amallarniki jumlasidan. Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi alayh bu kishi Adi ibn Adi degan bir kishi xat yozibdi. Adi ibn Adi o'zidan bir vali esamda. Bunun xat yozib, bu xatniki mazmuni mundaqki. İmanning farzlik holatlari bor. Yani farzlik amallari bor. Onun dini aqidalar bor imonniki. İmanning çok chegaralar bor. İmanning sunnat amallari bor. Muşunun hemmini kim kamil, to'liq ado qila olsa, bu adamning imoni bütünlengen iman bo'ldi. Agar buni to'liq ado qilmagan ahvolida bu insonning amali yoki bu mu'minniki imoni to'liqlanmagan bo'ladi deb xat yozib, agar mening umrim uzunroq bo'lib qolsam, ya'ni yashab qolsam, men sizlarga buni texmi tafsili so'zlab berma yoki deb berma. Sizlar mushunga amal qilinglar degan. Agar navad men o'lib ketib qolsam, sizlarga hamroh bo'lib yashashga men bak harisman oshiqman emas deb shunaq degan. Yani bu so'zi oxirgi so'zi Ömer ibn Abdülazizniki shu davrdagi fitna fasodlardan, mesela xavarishlar to'qinishi bor, mesela turli urushlar bor, islom dunyosi xillam bu odamni olsiratgan bo'lsa kerak. Shunga men sizlarga hamroh bo'lish, uzun yashashni men bak xolab ketmayman degan mazmundagi bu so'zni iborani ishlatgan bu yerda. Bu odam shu atrofdagi shu jamiyatlardan o'sha vaqtida bir xafa ekanligi chiqib turdi bunida. Boshidagi agar shu shartlarni, chegara sunnatlarni, qoida usullarni to'liq ado qilmasa, imonni to'liqlamagan bo'ldi dedi, lekin mu'min emas demidi yana. Shu o'zining to'liqlagan amallariga qarta bu odam ya'ni naqs mu'min bo'ladi degan so'z bundan kelib chiqadi. Hem de İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı ayette keltirgan misalda mundaq deganda, ey ulug' Parvardigorim, o'liklarni qanday tirildirsam menga bir ko'rsatib qo'ygan bo'lsang deb Allohdan talab qilgan vaqtida Allah sen iymon etmadingmi, ishonmamsan desa, yo'q, ishnama, unda emas. Lekin mening iymonim texim bir rohatlansin, yoki oranmasin deb shunaq degan. Bu aramasın degan so'zda ulamolar mening teximi imonim, ishoncim ossin, avusin degan iboratni ishlatgan bo'ladi. Undaqda bizniki Uyg'urlardan men anglagandan bir ko'rgan a'lo degan iboratni mushunga tushunish kerak. Chunki anglagan narsaga bo'lgan ishonchdan ko'rgan narsaga qaragan ishonch odamning qalbidagi xotirjamlik, temkinlik teximi bu ko'proq bo'ladi. Hatta Muaz ibn Cebel radhiyallahu anhumu peygamberimizdeki büyük sahabelerden başkaları deydikende biz bilen birden o'ltirg'in, ma'lum vaqt biz bir imonlashaylik deydi. Bunlar deganimda biz hozir imonlashib, böyle imonlashmaymiz degan gap emas. Bizning iymonimizni birdan avtaylik, ya zikr tasbih aytaylik yoki Qur'on, hadis to'g'riliq biz muzokiralashaylik.
Ya yaxshi ishlar ustida izlanaylar degan gaplar. Buning hammasi bu odamniki kelgan dalillari, masalan, oyatdan, hadisdan, asarlardan dalillarni kelib turib, iymonning chuqum oviydigan va kemaydigan holatini bizga bildirmoqchi bo'ladi. Hatta Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ishonch demak iymonning hammasidir degan. Endi bunlar degan so'z ne? Ulamolar qalb haqiqiy Allohga ishonib, qalbi taskin tepib bir huzurga erishsa, imoniy huzurga erishgan vaqtida bu qalbdan halqıgan, bu imoniy huzurdan halqıgan bu sizim odamningki a'zolariga tepib, halqib, texmi yaxshi amallar bilan Xudoga yaqinlashgisi keladi deb bunday tushundirgan. Jannatga bo'lgan ishtiyoq kuchayib, davzoqdan qo'rqish istiki texmi aviydi deb tushundirganda, hatta Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bende Müslüman haqiqiy taqvolikninki mohiyatiga yetolmaydi deydi. Nemishqa o'zing ko'nglida bir shubhilangan narsadan voz kechmay turib. Masalan, bir narsa halolligida masalan xili ishonchisi bor. Lekin haromlik tarafidami azroq shubhalandi. Yani shundoq bir tuyg'ulardimi o'zini saqlab, mushnodimi halqiy olgan vaqtida bu odam ondan haqiqiy taqvolikninki pallisiga yetalaydi deb Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bu sözünü qilgan. Bu sözümü hem de nemin dalili degan vaqtida İmam Buxoriy imonning yana ziyoda bo'ldiganligi, oviydiganligi va kemaydiganligiga dalil qilyapti buni. Mufassirlardan Mujahid degan olim "Şer'a lekum mined-din" degan oyatni tushuntirib, "Ey Muhammad" dedi. Payg'ambarimizga xitob qilmoqchida Allah. Biz sana ve Nuh'a ya undan burun senden burun peygamberlerge biz bir dinni tushirdik yoki bir dinni sizlarga ixtiyor qildik deb bunda tushundirgan. Bu yerdagi hamda shar'ata va minhaja degan so'z oyatning oxirida. Abdullah ibn Abbas bunga tushuncha berib, ya'ni yo'l degan, shariat degan, shariatdan degani shariat bu bir yo'l degan. Minhaja degani sunnat deb tushundirgan. Endi bundan biz yanıla nemini his qilmaymiz degan vaqtida İmam Buxoriy rahmatullohi alayh imonninki amal bilan, aqida bilan hem söz hem amaldan iborat bir bütün gavdiga jo'g'langanligini oyatlardan, hadislardan, asarlardan burun peygamberler bilan hozirgi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'niki selishtirma holatidagi shu oyatniki tafsirlardan bu odam bir imonniki aniq bir hukmini bizga tushuntiryapti bu yerda. Undaqda biz imonniki aniq hukmi u hem so'zdir, hem amaldir, hem aviydir, hem kemaydir. Ahli sunniy vel jamoaning aqidasida imonning hukmi mushudir. Bu yerda bir nuqtani eskartib qo'yish esim kelyapti. Qashqarda Hitkaniki burunqi kon xatiblardan Abdurashid Qarajim Yog'chi degan bir katta ulamo o'tgan. 18 yil turmada yotgan. Shu vaqtdagi ulamolarning ichida bir necha xil tillarni yaxshi biladigan odam, 6-7 xil tilni yaxshi biladigan kona ulamolardan. Bu odam 97-yili o'lib ketgan. Qashqarda hamda bu odam Hitkaniki cho'ng xatiblar bo'lgandan keyin shu diniy zotlarga cho'ng bir yig'in ochilibdi-da Qashqarda. Şu yerda bir cho'ng yig'inni ochquchi bir kadir savol qo'yapti Qashqarning butun ulamolarga. Burun payg'ambarlarning dini qaysi din deb. Zalning ichi jimjit, hech kim javob bermadi. Balki men hech kimniki esiga bunda tuyuqsiz holatda kelmagan bo'lishi mumkin bunday savollar. Abdurashid Qarajim rahmeti shu vaqtida birdan bir javobni bergan kishi shu ekan. Bizning payg'ambarimizdan ta Adem Aleyhisselam'dan tatip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadar boğan insanların dini bir din, o bolsun İslam dini deb cevap bergan. Şu yig'inda, şu sorunda hem de Qashqarda şu tetimlik cevabı orqali hem de ulamolarniki bir kufrning oldida bir dog'dan saqlab qolgan zot shu. İmam Buxoriy rahmetullah aleyh tuvandagi oyatdan bir mazmun süzüp ya sizlarning duoyinglar sizlarning iymoninglardir degan bir bobni qistiribdi. Bu bobni masalan İmam Buxoriy qaysi oyatdan olgan deganda tuvandagi oyatdan.
Allah Taala Sur Furqonning 77-oyatida shunday deydi. Agar sizlarning duoyinglar bo'lmagan bo'lsa, Alloh sizlarga parvo qilmaydi degani Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan oyat. Bu yerda demak, sizlarning duoyinglar degandagi duo lug'atda iymon demakdir. Undaqda duo tilning va qalbning amali. Qalbda iroda qilamiz, o'ylaymiz, Xudoga bo'lgan bir iltijoliq irodasi qalb shakllandi. Bu qalbga bu tuyg'u tilda ifodalanib Allohga iltijo qilamiz, munojat qilamiz. Demak, mushadiki tildan va dildan chiqqan bu amal iymon doirasida sanalgan ekan oyatda. Iymon demak ham amalni, ham so'zni o'z ichiga oladi degan dalilni isbotni mush oyat orqali İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga sunmoqchi bo'lyapti. Endi bu 8-hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh shunday deydi. Bizga Ubaydulloh ibn Musa degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Endi bu zot o'zi kofilik odam. Bu kishi hamda ko'p hadislarni rivoyat qilgan raviylarning biri. Ulamolarning deyishicha hamda shu sahobalarniki rad tartibi bo'yicha shu Iroqning Kufa shahrida tunji Musnad nomli kitobni yozgan ekan. Sahobalar tartibi bo'yicha. Bu Musnad degan hamda shu bir sahabe mesela Ebu Hureyre'nin bütün hadisini bir yığıdı mesela. Enes ibn Malik'nin hadisini bir yığıdı. Degandek sahabelarninki hadislerini yığıp toplaydigan bir xil kitap şu aynı vaqtdagi rivoyat usul bo'yicha. Bu kishi Hijriya 213-yili o'lib ketgan. Bu kishi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki ustozi. Hamda ulamolar bu odam to'g'riliq nurg'un xil baholarni bergan. Ba'zilar ishonchlik degan bo'lsa, ba'zilar bu Shiat deguchilarmi bo'pti. Bu yerda İmam Zahabiyninki sifati nihoyat yaxshi. O'zini mashhur ishonchlik ulamo, lekin azroq bid'at shialik firqi bo'lsa-mu deb shunaq degan. Bu yerdagi shialik firqi degan gap bu u vaqtdagi u shiyalar hozirgi Rafizi shiyalardan farqli. Hozirgi masalan sahobalarni kafir deydi, lekin u vaqtdagi u shiyalar undaq emas. Yani bu adam Ubaydullah ibn Musa deydi, bizga Hanzala ibn Abu Sufyan so'zlab bergan deydi. Bu Hanzala hamda Abu Sufyanniki o'g'li emas-a? Bu Safvan ibn Umayyaniki bolalardan. Bu kishimi o'zi Quraysh qabilasidan, o'zi Makkalik tabiin bu kishimi. Aynı vaqtida nayt ko'p hadislarni rivoyat qilgan, dağınıq shu paytdagi ulamolarniki biri ekan. Hijriya 151-yili, ba'zan 152-yil o'lib ketgan debdi. Öz zamanındaki Mekke'deki en yaxshi abidlardan deb sifatlanibdi bu zot. Hamda Hanzala İkremet ibn Halid'dan rivoyat qilyapti. İkremet ibn Halid bo'lsa, o'zi bu kishimi Quraysh qabilasidan Mekke'deki yaşagan mashhur tabiin, ishonchlik deb sifatlanibdi ulamolar nazarida. Bu kishi aytdi ko'p hadislarni shu o'z davridagi kishilarga rivoyat qilib so'zlab bergan. Ulamolarniki bu ishonchlik degan so'zni aytdi yaxshi baho hamda. İkreme hamda Abdullah ibn Umar raziyallahu anhuma'da rivoyat qilyapti. Abdullah ibn Umar o'zi Hijriya 73-yil o'lib ketgan muhaddis faqih sahoba. Sahobalarning o'zi kichiklardir. Umar ibn Xattobning o'g'li nihoyat ko'p hadis rivoyat qilgan, fatvolari nihoyat ko'p, mo'l. Onun ustiga hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan nurg'un urushlarga birga qatnashgan. 4 xalifalar davridagi siyosiy harakatlarga qatnashgan. Bu odamning ilmiy xizmatlarimi nihoyat zo'r. Masalan, nurg'un hadislarni rivoyat qilganligi bu odamniki ilmiy xizmat qilganliginiki isbot hamda. Bu odam hamda 2630 dan hadis rivoyat qilibdi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Shu yetarli hamda. Bu odamning tarjimalari nihoyat mashhur, oldida misal o'tdi o'g'ay. Bu adam deydimde Peygamber aleyhissalatu vesselam şundak degan. İslam 5 narsaning ustiga qurilgan. İslam. Birincisi Allah yeganidir. Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın elchisi deb e'tiqod qilmoq va guvohlik bermak. Namozni barpo qilmoq, zakotni ado qilmoq, haj qilmoq, Ramazon ro'zasini tutmoq. Mush 5 amal İslamның asası degan. Bu yerda hamda iymon bo'lmagan ahvol ostida masalan uning oyog'idagi masalan namoz, ro'za, zakot, haj, bu ado topmaydi. Cho'qim mushu oyog'idagi 4 amal ado etish uchun avval iymon bo'lish bir shart. Undaqda iymon bo'lish, shahodat kalimasini aytish, yana keyingi 4 zakot, namoz, haj,
Ramazan'da ibaret ma 4 nesninki asası yani iman buluş gerek bundakta. Lekin bu ma 5 zikir kılınan bu yerdeki bu bayan İslam'ın umum cihetdeki erkanı, rukni asas buluşuyla birge iman yana asasının 5 asasının yani 4 asasının yani ayrım yalğız yekki bir asas bulup hesaplandı. Bu yerda mühim bir noktani eskertip qo'yaylik. Mesela Allah bir ve Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi deb iman etishdan ibaret bu mesele. Fakat iman şu Allah'ın birliki, Peygamberimizin elçi, peygamber ekanligini deb qo'yish bilan onundan başka gaybiyatga ishonmaydigan avval bo'lsa, yani bu iman to'liq bo'lmaydi. Cho'qim Allah bir deb e'tiqod qilgan odam, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi, peygamber deb e'tiqod qilgan odam, Allah ve Allah'ın Resulü o'tirib qo'ygan bütün e'tiqodiy masalalarga, yani mutlaq holatda mushularning so'ziga ishonish, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetkizgan e'tiqodni shu pitda aynan qabul qilish, yani bu imondagi talab bo'ladi. Ve sallallahu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.